Smola texnikasi bo'yicha bugun sizlarga onlayn darsligimni bitta darslikni ozgina bo'lishaman. Menga obuna bo'lishni unutmang, videoga like bosib, izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Shunaqa har xil toshlarim bor edi, qaysi biri bir-biriga tusharkan deb hammasini bittalab olib ko'rdim. Menga eng yoqqani shu fistashka rang bilan pushti, juda ham bir-biriga tushdi. Har xil abadoklab qo'yganman. Ularga tushadigan laklarni ham tanlab oldim. Ularga keyin tayyor qilib qo'ygan smolalarimga lak berdim. Qiziljonli smola 3-4 soatda qotmaydi. 3-4 soatda lak sursanglar, burishib xunuk bo'lib qoladi. O'shaning uchun ko'proq vaqt qo'yamiz. Onlayn kursligimda undan ham to'liqroq ma'lumot olishingiz mumkin. Aytgancha 100 minglik kursimning nabor yopilishiga atigi 5 kun vaqtingiz qoldi. Atigi 100 ming evaziga har xil aksessuarlarni o'rganib, o'zingizning biznesini boshlasangiz bo'ladi. Aksessuar sizlarga yoqdimi, rangi bir-biriga tushganmi? Kommentariyada yozib qoldiring. Shunaqa narsalarni o'z qo'lingiz bilan yasamoqchi bo'lsangiz, 100 minglik onlayn kursligimda kutib qolaman. Kursga yozish uchun profilim shapkasidagi ssilkaga murojaat qiling.